Men Rahimqulov Ziyodullo Adiziyo Education'da o'qib, huquqdan 30 tadan 28 ta ishlab, O'zbekiston Milliy universitetiga talabalikka tavsiya etildim. Yillar davomida o'quvchi bilan ishlayverib, uni og'riqli nuqtasi qayerga xato qilishi aniq biladigan darajaga chiqargansiz va ko'p o'quvchilarda kuzatganman, nima uchun 30 dan 30 ishlay olmaydi? Chunki shoshqaloqlik qiladi, bilib turgan narsasida qoqiladi. Mana shunaqa shoshqaloq o'quvchilarimizdan biri Ziyodullo edi va aynan bunker rejimimiz Ziyodullohni anchagina o'sishiga xizmat qilgan. Va qayeri sizga ma'qul kelgan bunker rejimimizni? Avvalambor bunker rejimi meni xatolarim ustida ishlashga ko'proq majbur qilgan. Yana ustozlarim doim yonimda bo'lganligi va ulardan so'rab bemalol testlarni ishlashim bu ham menga katta imkoniyat bo'lgan. Testni ko'tarib kelardi. Ustoz, mana bu qanaqa bo'ladi? Men javobni olganman-ku. O'sha joyida tahlil qilib berib, uni xatosini aynan to'g'rilatishga harakat qilardim. Va bu har kuni bo'lardi. Natijada har kun xatoyingiz ustida ishlayverib, har kun test ishlayverib va sizga tahlil qilib beradigan, tushuntiradigan ustoz yoningizda bo'lgandan keyin bu sizni anchagina samarangizni o'sishingizga xizmat qilib beradi. Va sizlar mana shunaqa shoshqaloqlik yoki bitta joyda qotib qolganlik muammosi bilan qiynalayotgan bo'lsangiz, Adiziyo Education kurslariga tashrif buyurib, bemalol kuchlilar qatorida bo'lishingiz mumkin.